Sizningcha kim kuchliroq? Yuliy Sezar yoki Gannibal? Yuliy Sezar kuchli deb o'ylayman, chunki Yuliy Sezarning strategiyasi ham, siyosati ham kuchli edi. Yuliy Sezar yoki Attila? Attila bostirib kirgan paytda Yevropa qirollarining oyoqlari zir titragan. Shuning uchun Attila kuchli. Attila yoki Napoleon Bonaparte? Napoleon kuchli deb o'ylayman, chunki Yevropa Napoleondan zir titragan. Napoleon Bonaparte yoki Amir Temur? Kulminatsiya joyi. Albatta Amir Temur bobomiz kuchli, dunyoning yarmidan ko'pini bosib olgan. Amir Temur yoki Chingizxon? Amir Temur yoki Chingizxon? Juda kuchli savol. Bu yerda Chingizxon kuchli, chunki Chingizxonning avlodlarini zo'rg'a yutolgan Amir Temur. Chingizxon yoki Aleksandr Makedonskiy? Chingizxon kuchli deb o'ylayman. Chingizxon yoki Salohiddin Ayyubiy? Chingizxon kuchli bo'lishi mumkin, lekin men uchun kuchli Salohiddin Ayyubiy, chunki Salohiddin Ayyubiy salbchilardan Quddusni ozod qilgan. Salohiddin Ayyubiy yoki Sulton Salim? Salohiddin Ayyubiy kuchli berdi. Salohiddin Ayyubiy yoki Jaloliddin Manguberdi? Bizni bobo kalonimiz jasur insondir. Juda ham qo'rqmas. Jaloliddin Manguberdi kuchli albatta bu yerda. Jaloliddin Manguberdi yoki Xolid ibn Valid? Xolid ibn Valid kuchli. Xolid ibn Valid yoki Alp Arslan? Xolid ibn Valid. Xolid ibn Valid yoki Gitler? Gitler insoniyatni ko'pini qirg'in qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda Xolid ibn Valid kuchli. Allohning qilichi nomini olgan. Yer yuzida undaqangi kuchli inson yo'q deb o'ylayman.